Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Boshqa gap bo'lmadi. Chiqib ketdi. Nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'lganini. Ha nima dedi? Ha xush kelibsiz. Bo'ldi, qulluq olsin, sizga bitta gap ham yetardi dedi. Qaranglar, hech narsasi yo'q Ali ibn Abi Tolibda. Orada bir necha kun o'tdi, payg'ambarimizdan javob bo'lavermaganida, payg'ambarimiz o'yda turganida 3-4 ta sahobalarga eshittirib, kecha Rasulullohning qizini so'radim, nima deganini bilmadim dedi. Shunda payg'ambarimiz chaqirib beki dedi. Nimang bor dedi. Hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya sovut qani dedi, bor dedi. Olib kel shuni dedi. Usmon ibn Affonga berdi, olib borib sotdi, shuni puliga to'y qilib berdi. 2 kilomida 3 kilo xurmoni o'rtaga qo'ydi. Mahriga 400 misqol kumushni berdi. Ikkita jonliqni Hamza ibn Abdul Muttolib so'yib to'y qilib berdi. Ali ibn Abi Tolibga Fatima Zahroni Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz bilan biz qiladigan ziyofatda 10 dan 1 chiqimi bilan berdi nikohlab. Ya'ni uyi ham yo'q o'kiyo bola. Payg'ambarning masjididan uzoqroq joydagi bir joyda kvartira olib berishdi. Ha endi domla u davrlarda shuna bo'lgan ekan. Endi hozir endi uni desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi? Ishini o'yla birodarlar, shunaqa to'y qilsa bo'ladi. Faqat erkaklar hal qilish kerak bu narsani. Payg'ambarimiz aytganlar, kim nikohni yengil qilsa, bas u zinoni og'ir qildi.